To'rtinchi qismni boshlaymiz. Ko'rishingiz mumkin, lekin 75 ga qarab qaytyapti. Xo'p, nimadan boshlaymiz? Xo'p, bunaqa oqishiga nima sabab? Nima uchun bunaqa oqqanini hozir men sizlarga tushuntirib beraman. Xo'p, shuning uchun menga mana bu zona kerak bo'ladi. Tillarni o'sha otib bergan zonasi menga kerak bo'ladi. Mana bu zona. Xo'p, hamma aytibdi, hamma bir xil savol bergan, ya'ni o'sha graduslarni qanaqa qilib aniqlayapsiz, graduslarni nima degan. Qatdan topasiz, nimaga asoslanib bunaqa gradus beryapsiz deyotganligi, nima uchun 90, nima uchun 45 deyotganligi yoz tushuntirib beraman. Birinchi bo'lib mana shu savollardan boshlay qoldim. Mana joy ko'ryapsizlar mana. Qaranglar, mana 2065 yoki Amazon to'g'rimi? Mana 2065 deylik yoki Amazon 2058. Tanasi bilan soyasi orasidagi raziyasi 10 punkt. Hisoblaydigan bo'lsak ham pastga bir plus minus 10 punkt raziyasi o'ynaydi. 2065 dan ola qolaman. 2065 imzosiga olaman. Ayiraman 0.5 i kvadratiga oshiraman. 2019 menga kerak bo'ladi. 2065 keyingi zona 2019. Ko'rishingiz mumkin, mana 90 gradus tushish qilib berdi. Bu soyadan turib, mana bungacha 90